Yana bir külkülük gap. Bu alaka Palestin Müslümanları tarafı toğallarınla sizler Xitoy bilan bemeydanda beshib turib qolgan bo'ladi deb alaka zanglar etib turib, ya'ni mushu dindorlarni masxara qilish yuzidan ayt bo'larmanlar o'tirg'i chiqdi hozir. Mushunda ochiq tursa bu nemasi qanday bo'lib sizlar bu Xitoymi Falastinni qo'llasa, sizlarmi Falastinni qo'llamsizlar deb bunga deb javob beramiz. O biz Xitoy qo'llashdan burun biz aş musulmon bo'lgan vaqtimizda Falastinni qo'llaymiz demişqa. Falastindagilar musulmon, bir musulmon davlati Yahudilar tarafidan mustamlaka bo'ldi shundami? Anda bo'lgan biz uningga hissashlik qilmasak, bizga boshqa qanday hissashlikda bizmi o'xshash ahvolda shuni o'xshash ahvolda. Uni kim qo'llaydi, kim qo'llamaydi, uning bizning chatimiz yo'q ki. Biz o'zimizniki iymonimizning taqozosi, iymonimizning talabi bo'yicha biz mu'minlarni qo'g'daymiz va shu ulug' Masjid-i Aqsoni qo'g'daymiz yani.